Blogimga so'nggi vaqtlarda ko'plab yangi obunachilar qo'shildi. Shuning uchun keling tanishib olamiz. Men O'rmanova Nilufar Mansurjanovna, jarroh koloproktologman. Tibbiyotdagi tajribam 10 yildan ortiq. Men ichak kasalliklari, gemoroy, anal yormalari, rektotsel, svish, ko'pchik kista va boshqa koloproktologik kasalliklarni tashxislash va davolash bilan shug'ullanaman. Faoliyatimda zamonaviy tashxislash usullari va zamonaviy texnologiyalardan foydalanaman. Mening asosiy maqsadim kasallikni og'ir bosqichlarga yetkazmasdan aniqlash va bemorni uzoq yillik og'riq va noqulayliklardan xalos etish. Ko'pchilik gemoroy, qon ketish, hojat vaqtidagi og'riqlarni o'tib ketadi deb o'ylab yurishadi. Ammo organizm berayotgan signallarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Erta tashxis qo'yilgan kasallik har doim oson va asoratlarsiz davolanadi. Ushbu blogda men sizlar bilan ichaklar salomatligi, gemoroy, ich qotish va boshqa proktologik muammolarni oldini olish va zamonaviy davolash haqida foydali ma'lumotlar berib boraman. Agar sizni uzoq yillardan beri qiynab kelayotgan muammo bo'lsa, uni ortga surmang. Konsultatsiyaga keling. Birgalikda muammoning sababini aniqlab, yechim topamiz.